Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz sizlar bilan Manhajul Alamiy bir kitobini ko'rayotgan edik. Al-Wahdatu Thamina 8-bo'lim. Bil hana'i va shifa, ya'ni yoqimli ishtaha deb tarjima qilinadi. Bu ovqatlanishdan keyin aytiladigan ibora. Xo'p, birliklar ar-ruzzu guruch degani, shatiratun bu pirog degan ma'noda ham keladi. Al-muqabbilat gazaklar, al-mashrubat ichimliklar, wajbatun ta'am. أتناول تناول qilaman, jai'un och, atbukhu pishiraman, dorun zararli, ladizun shirin degani. Iboralar qoimatul vajabat ovqatlar ro'yxati, ash-shatoirus sari'a bu tez pishar o'sha piroglar deyiladi. Bu o'sha fast foodlarga to'g'riroq keladi. La tata'akhkhar kech qolma, muajjanatun xafifa yengil shirinliklar. Bikulli sururin to'la xursandchilik bilan, la takfi kifoya qilmaydi. Sihhat sihhatun va afiya, ya'ni sog'lik va ofiyat bo'lsin degan ma'noda keladi. Xalil va Rajab o'rtasida. Ayna sanatanawalu ta'amul g'ada. Tushlik ovqatini qayerda tanovul qilamiz? Xalil aytyapti. هناك مطعم قريب يبيع شطائر سريعة ومعجنات خفيفة. ya'ni o'sha yaqinda o'sha yengil shirinliklar va fast foodlar sotadigan yaqin bir restoran bor. ولماذا لا نأكل وجبات بدلا من الشطائر والمعجنات? Nega biz ovqatlarni, pishirilgan ovqatlarni o'sha piroglar va o'sha shirinliklarni evaziga iste'mol qilmaymiz, yemaymiz deyapti Xalid. هذا يحتاج إلى وقت طويل ولدينا عمل كثير. Bu ko'p vaqtni oladi, muhtoj bo'ladi va bizda ish ko'p. Ladayna bizda bor. Ana la uhibbu shatoiral jubni. Men pishloqli piroglarni yaxshi ko'rmayman deyapti. Hasanan minal mumkin an ta'khudha shatirata lahmin أو دجاج وعندما ننتهي من العمل نتناول الوجبات الدسمة والمقبلات التي تحبها. Yaxshi, sen demak go'shtli pirog yokida tovuqlisidan ham yeyishing mumkin, olishing mumkin. Va biz ishni tugatgan paytimizda biz ya'ni yog'li ovqatlarni tanovul qilishimiz mumkin va muqabbilat ya'ni o'sha gazaklarni, ya'ni salatlardan sen yaxshi ko'rgan salatlardan olishing mumkin bo'ladi. Ya'ni yeyishimiz, tanovul qilishimiz mumkin bo'ladi. Hasanan ittafaqna hayya bina. Yaxshi, kelishdik, qani ketdik. Amilul mat'am degani restoran ishchisi degani. Ahlan va sahlan bikuma ayya xidmatin. Sizlarga xush kelibsiz ikkingiz. Nima xizmat? Qanday xizmat? Min fadlik nuridu shatiratayn. Wahidatan bil jubni, ukhra bid dajaj. Iltimos, biz ikkita pirog xohlaymiz. Bittasi pishloqli va boshqasi tovuqli bo'lsin. Lakin shatiratad dajaj bil fulfulil har min fadlik. Lekin tovuqli o'sha pirog achchiq qalampirli bo'lsin. Har achchiq, iltimos deyiladi. Achchiq qalampirli bo'lsin. Va a'tini qarurata ma'in va ulbata asirin aydan. Va yana menga bir suv idishini bering, bir stakan suv bering degan ma'noda. Va bir pachka, ya'ni ulbata asirin, ya'ni bir qadoq sharbat bering. Bikulli surur, ya'ni to'la xursandchilik bilan, tafaddala, marhamat. Bisihhati val afiya. Bu ham o'sha sog'lik va ofiyat bo'lsin. Ya'ni bu ham yoqimli ishtaha degan ma'noda ham ketaveradi. Mashqlar bajariladi. Ikkinchi matnga o'tamiz. Istimaa qismlari. Xo'p, uhibbu ta'ama kathiran. Ovqatni juda yaxshi ko'raman yoki ko'p yaxshi ko'raman. Toriq bilan onasi o'rtasida suhbat bo'lyapti mana shu suratdagi. Ummi ayna ta'am? Ana ja'i'un jiddan. Onam, ovqat qayerda? Men juda ochman. Tabaqtu at-ta'am والآن أحضر السلطة. انتظرني قليلا. Ovqat pishirdim va hozir salat tayyorlayapman. Biroz kut. Meni biroz kut. La astati'u. Qila olmayman. Uridu an akula ayya shay'in. Nima bo'lsa ham, biror narsa bo'lsa ham yeyishni xohlayman. Hal akalta shay'an fil madrasa? Maktabdan biror narsa yedingmi?
نعم، لكن وجبة المدرسة لا تكفي. Lekin maktabni ovqati kifoya qilmaydi. وجبة في الفطور ووجبة في المدرسة يعني ووجبة في الغداء ووجبة في العشاء كل هذا لا يكفي. ya'ni aytyaptiki, nonushtadagi ovqat, maktabdagi ovqat, tushlikdagi ovqat, kechki ovqatdagi ovqat va kullu hada hammasi kifoya qilmaydimi? Satakunu saminan jiddan hakada. Shu kabi shunday bo'ladigan bo'lsa, sen juda semiz bo'lib ketasan. Satakunu saminan jiddan hakada. Shu kabi. Ummi ana uhibbu at-ta'ama kathiran. Men juda ovqatni yaxshi ko'raman. A'rifu ya bunayya. Bolaginam, buni bilaman. لكن طعام الكثير ضار بالصحة lekin ko'p ovqat sog'likka zararli. أعرف يا أمي لكن أين الطعام? Bilaman ey ona, lekin ovqat qayerda deyapti. Oyi aytyapti kulib turib. Ishrobil asira, sharbatni ich. وبدل ملابسك kiyimlaringni almashtir. وسيكون كل شيء جاهزا بعد قليل. Va hamma narsa, kullu shay, hamma narsa birozdan keyin jahiz, tayyor bo'ladi deyapti. Shu bilan ikkita xibarni ko'rib chiqqan